Arvoh pichoqni silchitish bu uning eng ajoyib usuli. Qilich bilan va son-sanoqsiz odamlarni o'ldirgan. Sen bir narsada to'g'ri eding. Buni tugatishni vaqti keldi. Bu qanday bo'ldi? Bitta harakat qanday bo'lishi mumkin? O'lib ket. Shadon, qani kel. Lin Chuan. Sen bunga ishonasanmi yoki yo'qmi? Oilangni bo'laklarga bo'lib ko'mib tashlayman. Hozirgacha ota-onamni topa olmayapman. Topishga yordam berasan degan umiddaman. Janobli. Shunchaki buni qoldirmaymiz. Nima? U seni oilangni o'ldirmoqchi. Nima hali ham rahm qilyapsanmi? Qani? Kiyimlarni yech. Rasmga ol. Nima? Nima? Janobli, biz unchalik vahshiy bo'lishimiz shart emas, shundaymi? Lin Chuan, meni qo'yib yubor. Agar unga shafqat qilsang, senga yana murojaat qilsa nima bo'ladi? Xo'y, uni shunchaki selfie qil. Yetarlicha zavq qilar va mening akam bo'l. U hozir qimirlay olmaydi. Senga imkoniyat berdim. Buni qila olasanmi? Bu senga bog'liq. Agar sen qo'ling uchun qizga jur'at etsang, men seni baribir o'ldiraman. Yo xudo. Shu paytda-ya? Hali sochingga tegmadi. Men sochingga 1000 marta tegaman. Xo'sh, nima qila olasan? Lin Chuan, bugungi kunni eslab qol. Bundan 5 battari qaytadi. Meni kut. Men ham kutaman. Xo'sh, nima qilyapsan? Kuting. Men seni o'ldiraman. Ovozingni ochir. Menga ishonmayapsanmi? Seni o'ldiraman. Qanaqaydi yangiliklarga kiritaman seni. Kim u? Kim? Men kechikdim. Iltimos janob, meni jazolang. Bo'lgan aka. Vaqtida keldingiz. Menga bu ikkisi kerak. Va qo'lidagi surat va video ham kerak. Xo'p bo'ladi. Janobli, bu Dudont edi. 10 yillar davomida jang san'atida shug'ullangan qaychag'arda u kabi kuchli inson yo'q. U tug'monlardan ham ustun edi. 4 ta kuchlilarda ham farq qiladi. Bu chindan ham umuman boshqacha. Yigitcha, senda noyob kuch bor ekan. Ammo jazoingni olishing kerak. Oilasiga javob berasan. Ha. Buni xo'jayin o'zi birinchi boshladi. Va u yigitlarini kaltaklagan. Bu yerda men uni urish yoki o'ldirish yetarli bo'lmaydi. Men uni videoga olishim kerak. Juda ko'p pul bo'ladi. Taxminan 1 milliard. Qanday qilib jur'at etasan? Bu bolaning ichki kuchi mendan ham kuchliroq ekan. Bongam aka, qani do'pposlang. Agar hali ham kurashmoqchi bo'lsangiz, men jang qilishda davom ettiraman. Agar xohlasangiz, menga pul bering. 1,5 milliard. Men sizlarga video va suratni beraman. Sen hozir 1 milliard aytmadingmi? 2 milliard. Janobli, nega siz hali ham bunchalik qiynayapsiz oilasini? Agar menga pul bermasangiz, urushni davom etaman. 2,5 milliard.
Bongam aka, ahmoq bo'lib qoldingizmi? 是吧？ Bongam aka, 2,5 milliard. Bongam aka, nega unga pul berdingiz? Nega o'ldira olmaysiz? 没有。 Men uni o'ldira olmayman. Aksariyat hollarda yutqazamiz. Bundan tashqarida oilasining obro'siga putur tushadi. Agar u videolarni olmasak. Ha? Yigitcha. Du oilasiga dushman qilish yaxshi fikr emas. Nima oqilona emasmi? Yaxshi harakat emasmi? Men juda qo'rqib ketgandim. Qo'yli ular ketishyapti. Qanday o'zgarish? U bilan osongina gaplashdingizmi? Shunchaki nosog'lom ekan. Qanaqadir kuchlimi deysan? Yetarlicha kuchli emas. Qanday qilib jahli chiqishi mumkin? Sizga nima bo'ldi o'zi? 你怎么了？ Men yaxshiman. Shunchaki uning ustida taslim bo'ldim. U shunchaki to'rtta mobsterda kuchli bola. Qanday qilib bitta musht bilan sizga zarar yetkazishi mumkin? Bu bolaning kuchi dahshatli. Oldindan aytib bo'lmaydi. U bilan kurashib shunchaki kuchimizni yo'qotganimiz qoladi. Keyin bu oilasini safarbar qil. 所有的势力，难道 Nima undan qutula olmaymizmi? Boshqa kimsani yuboramiz. U qayerdan kelganini bilish uchun. Uning kimligini bilib olib, keyin reja tuzamiz. Ling Shuang. Kecha nima qildingiz? 也没 Hech narsa. Shunchaki Dudik Javo bilan gaplashdim. Duvarogo? U yerda juda ko'p erkaklar bor edi. U juda ko'p mutaxassislarga ega. Siz yaxshimisiz? Men yaxshiman. Qani ketdik. Yaxshimi? Qani ketdik. O, 早饭都 nonushta tayyor. O, hidi xushbo'y ekan. Oxirgi aytgan yo'limni shu yerga taklif qildim. Siz bu safar sog' bo'lsangiz ham, ammo siz Duni xo'rlagansiz. Bu Du oilasiga qarshi urush. Du mahorati va shafqatsizligi bilan u qo'ymasin. Xavotir olma. Sen shunchaki yaxshi bo'lishing kerak. Doim hayoting tinch bo'lsin. Ota, uzr so'rayman. Du oilasini boshlig'i bo'lib turib, shunday muomalalarga duch kelding. Obro'siga tupur yetkazding. Ota, men beparvo bo'ldim. Lin Shuan, u men o'ylaganimdan ham yaxshiroq ekan. Bu masala haqida tashvishlanma. Uni otangga qoldir. Sening qasosigini otang sifatida olaman. Du oilasi qadr-qimmatini men qaytarib olaman.